Respublikamiz bo'ylab davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik oyligi doirasida Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari hamda Davlat xavfsizlik xizmati Din ishlar bo'yicha qo'mitasi bilan hamkorlikda Toshkent shahri va Toshkent viloyat hududida noqonuniy diniy adabiyotlar savdosi bilan shug'ullanib kelayotgan do'konlar aniqlandi. Xususan Shoxontohur tumanida Kitoblar dunyosi savdo majmuasida joylashgan 7 ta do'konlarda o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida 51 ta turdagi 714 dona diniy mazmundagi adabiyotlar, 11 nusxada diniy plakat protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Olib borilgan tezkor tadbir natijasida Chilonzor tumanida joylashgan 3 ta do'konda 23 nomdagi 1927 dona diniy mazmundagi noqonuniy adabiyotlar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, Uchtepa tumanida joylashgan O'rikzor savdo majmuasidagi 4 ta savdo do'konda jami 22 nomdagi 100 dona noqonuniy diniy adabiyotlar hamda 189 dona diniy mazmundagi materiallar va bitta qatortol dahasidagi do'kondan jami 11 nomdagi 192 dona diniy mazmundagi adabiyot, jumladan 11 nomdagi 83 dona diniy kitob va 34 dona diniy to'plamlar va 50 dona diniy broshuralar protsessual tartibda olib qo'yildi. Tezkor tadbir davom ettirilib, Toshkent viloyatida Quyoshli savdo majmuasida 7 ta savdo do'konlaridan 93 nomdagi 1680 dona noqonuniy diniy adabiyotlar protsessual tartibda olib qo'yildi. Yuqorida ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan noqonuniy diniy mazmundagi adabiyotlar, material va buyumlar Toshkent shahri va Toshkent viloyatida joylashgan nashriyotlarda chop etilishi aniqlandi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida noqonuniy diniy mazmundagi adabiyotlar savdosi bilan shug'ullangan 23 nafar shaxslar kontrafakt va gologrammasiz adabiyotlarni muomalaga kiritgani va savdosi bilan shug'ullangani sabab O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184 2-moddasiga ko'ra jazo chorasi qo'llanildi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlar doirasida o'tkazilgan ushbu tadbirda 189 nomdagi 5096 dona diniy adabiyotlar, diniy mazmundagi broshuralar va buyumlarning noqonuniy savdosiga chek qo'yildi. Diniy mazmundagi materiallar va adabiyotlarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish yoki tarqatish, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 150 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Yuqoridagi noqonuniy adabiyotlarning aksariyati chet ellarda tayyorlangan bo'lib, ular orasida buzg'unchi va missionerlik g'oyalari bor adabiyotlarni ham uchratish mumkin. Ming afsuslar bo'lsinki, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashmagan sotuvchilar tomonidan ushbu adabiyotlar O'zbekistonda dinshunoslik ekspertizasidan o'tkazilmasdan aholiga sotib kelingan. Amaldagi qonunchilikka muvofiq har qanday diniy mazmundagi materiallar O'zbekiston Respublikasi Din ishlar bo'yicha qo'mitasining dinshunoslik ekspertizasidan o'tkazilishi lozim va uning ijobiy xulosasini olgandan so'nggina chop etish va tarqatish mumkin bo'ladi. Aziz fuqarolar, diniy mazmundagi adabiyot va materiallarni faqat qonuniy faoliyat yurituvchi savdo majmualaridan xarid qiling. Kelib chiqishi noma'lum, noqonuniy tarqatilayotgan adabiyotlar va materiallarning oqibatlaridan ehtiyot bo'ling. Ogohlik va qonunga hurmat jamiyat tinchligi hamda xavfsizligining muhim kafolatidir. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda korrupsiyaviy holat aniqlandi. 1972-yilda tug'ilgan Toshkent tibbiyot akademiyasiga qarashli texnikumda dekan lavozimida ishlagan shaxs xuddi shu texnikumning farmatsevtika yo'nalishida 3-kurs bo'lgan talabalik safidan o'chirilgan qizni o'qishga qayta tiklashi va o'qishini davom ettirishini va'da qilib 700 AQSh dollari berishini talab qilgan. Texnikum dekani kelishilgan pullarni ta'lim muassasasi hududida olgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan ushbu mansab vakolatini suiiste'mol qilgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 214-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Korrupsiya jamiyat taraqqiyoti va adolat tamoyillariga jiddiy putur yetkazuvchi illatdir. Shu bois mansab vakolatidan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanishga qaratilgan har qanday noqonuniy harakatlarga nisbatan muqarrar ravishda qonuniy chora ko'riladi. Hurmatli fuqarolar, korrupsiyaviy holatlarga duch kelgan taqdiringizda zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz.